Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan 11.05 imiz sotildi. Rishtonga jatkalari, pluglari hamda frezalari bilan komplekt holatda olishdi. Hozir dastavkalari bilan kelishilib, klient bilan kelishilib, laboda chiqarib yuboryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana Qo'qondagi saxiy do'konimizga murojaat qilsalaring, optim narxlarda kelishtirib qilib beramiz. Akamiz o'sha yangi kelgan partiyamiz 120 ga tushadigan o'qlari kattasidan, korobkasi katta variantidan olishdi. Mana hozir mana jatkalarni ham tayyor qilib yig'ib, komplekt holatda ustanobga qilib qo'yilgan. Jatkalarimizni hozir sig'dirish uchun chachib, yuklab berib yuboryapmiz. Ekka borib ko'rsatib, tushuntirib qo'yadi. Mana orqasidagi frezalari ham tayyor holatda turibdi, yig'ilgan holatda. Pichoqlari ham tayyor holatda yig'ilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimizcha o'sha 120 agatga tushadigan variantidan. 11.05 imizning yangi partiyasi mana 2025-yilda 04-oyida kelgan katta akkumulyatorli, radiatorli, salarkali varianti bo'ladi. 11.05 larimiz soatiga 1 litr rasxod qiladi. Nagruzkangizga qarab o'zgaraveradi. Kimga shunaqa traktorlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Narx-navolari traktorimizning o'zi frezasi bilan $2200 bo'lyapti. Puliga $100, jatkalari $550 gacha bor. $400 dan boshlanadi jatkalarimiz. Mana manzilimiz Qo'qonda. Narx-navolarini bemalol aytib o'tamiz. Ma'qul kelsa murojaat qilaverasizlar.